Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ay, abitlanishinglarga kelib qolmanda. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi. Qalaysiz? Agar ruxsat bersanglar, men sizlarning yoningizga o'tirsam maylimi? Mayli. Uyingizga mehmon chaqirib turasizmi? Avval chaqirib turayman, hozir chaqira olmayman. Chunki uni sharoitim yo'q uchun chaqira olmay o'tiribman. Uyim yo'q uchun chaqira olmayapman. Bitta xona ham ovqat yeymiz, ham şeyda choy ichamiz, ham yotamiz. Qachondan bir boqqosiz bu quyoningizni? Anchadan beri. Ancha katta bo'lib qopti. Malades, уже birinchi sinf bo'lib turib oilasiga yordam beryapti bu bola mana. To'rtta devor ichida kulbaga o'xshash sharoitda mana jon saqlashyapti. Mana shu uyda yashashyapti. Mana shedadan lagan shundan suv oqar, maylarga shuni lagan qo'yamiz. Bu yerda qo'rqaman ham bir chayopayin chaqib nima qo'rqaman bolalarimdan. O'rtoqlar ko'rayotganlaridek ham yotoqxona, ko'rpani yig'ishtirib turib ham choy ichadigan oshxona mana oshxonadan sharoitlari. To'g'risi, men uyga ketib uxlamasam kerak bulan sharoitini ko'rib. Bitta ko'zim ko'rmaydi, ikkinchi ko'zim ham xiralashgan. Samarqandga borishga sharoitim yo'q, borib kelsam pulim yo'q. Chidam qiynalib ketdim, ilojim yo'q. Kelajakda sizlarga quriladigan uy, xudo xolisa, mana shu uyda yashaysizlar. Nasib inshaalloh. Qizagim hitkazdi xudo. Xudo xolisa. Mana haqiqiy sharoit, mana haqiqiy yordam beradigan joyi. Hozir bosadigan videoga bitta laykingiz, videoni minglab insonlarga tarqatib qo'yishingiz va bir dona g'ishga yetadigan pul ehson qilishingiz bitta uy qurgandek savobini olasiz. Pulingiz o'zingizga 10 baravar bo'lib qaytadi, xudo xolisa.